Mana avariya Nexia 3 avtomashinasini kraska qilib oldik. Mana bu mashinamizga GBO Gentrani kraskasidan sepdik. Hozirgi chiqadigan yangi kraskalardan. Laklari sepib olingan, ana motor xonalari hamma joyiga birdaniga sepib, mashinamizning rangi mokra edi. Uni qora rangga o'zgartirib oldik. Mana detallarini hammasini yangi qo'ydik. Xo'sh, mana holatlari yaxshi holatda. Ana hozirgina parashoklarni sepib, ustidan 2 sloy laklarni sepib oldik. Mana endi avtomashinamiz qurigandan keyin polirovka qilib yig'ib olamiz. Mana mashinamizni hadoyi qismini o'rnatib olib chiqdik tashqariga. Mana holatlari yaxshi. Xo'sh, hamma almashgan joylarini ideal holatda o'rnatib, mana hamma joyi zakilovkada. Mana blestlari hammasi yaxshi. Kamchiliklari yo'q. Mana endi mashinamizni yig'ib olamiz. Mana yon tomondan ko'rinishlari tep-tekis, hamma joyi gladki. Mana kraskamizni ana zakilovkalari ham zavod holatda. Mana kraskamizni tarkibiga kichkina zarracha yaltiroqchalari bor ekan. Oftob tushganda yoki yorug'lik tushganda akslanib chiroyli ko'rinadi. Mana bu yechiladigan detallarni hammasini yangi qo'yib olamiz. Eshiklarimiz, xo'sh, ana orqa eshik, oldin kapot, ana ikkita krilo, xo'sh, orqa bagaj, o'zini bagaji, orqa bamferi ham o'ziniki. Ular holati zo'r holatda ekan. Xo'sh, mashinamizdan endi ana shvillerlari, hozir parashoklarini sepib, bazasini ustidan keyin laklarni sepib olamiz. Mana laklarni sepib oldik. Mana yaltillashlari, shagranlari hammasi yaxshi. Mana endi buni qurigandan keyin mashinamizga o'rnatib polirovka qilib olsak, yana bitta-ikkita tushgan changlar, musorlar ketadi. Mana detallarimiz hammasi ideal holatda chiqdi. Qora rangga bo'yalgan mashinalarga hammasiga yangi detal qo'yish shart deb o'ylayman. Mana mashinamizni yig'ib olish jarayonlarini keyingi qismda ko'rib o'tamiz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib boring, bizga obuna bo'ling.